Hozir nos nimadan tayyorlanishini ko'rsataman. Ko'rganlaring tamaki o'simligi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu bargini hozir bu pishgan ekan. Tepasidagi gul olib tashlanadi. Mana shu bargini o'zini katta qilib pishirib, buni shepirda tagida mana shunday quritib turib, bunga keyin qo'shimcha yana nimalar qo'shiladi? Shu o'zi suyaklari, nimalari qo'shiladi. O'zini yana to'g'ri degunga qo'shilmaydi nosga. To'g'ri degunga qo'shilmas ekan. Mana shu mahsulot eng asosiy tarkibi. Kul qo'shiladi. Ha. Mana shu narsa qo'shilar ekan. Bu narsani mahalliy tilda tamaki deylar ekan, lekin bundan sigaret tayyorlanmas ekan. Sigaretga alohida ekan. Ko'rishingiz mumkin, biz hozir nos tayyorlanish uchun qilinadigan mana shunday tamaki degan mahsulotni ichida turibmiz, dalaning ichida. Juda ham katta joyda yetishtirilar ekan. Bu videoni nos shekar do'stlaringga tashlab qo'yinglar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shu bagdan hozir 10 ta 15 ta olamanda uyda quritib ko'raman, lekin men nos chekmayman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Dalani kim bilsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.